Zo'r savol bo'ldi. Bilasizlar, kuniga 30 tacha bemor ko'raman o'rtacha. Endi bir oyga hisoblasanglar, bir oyda taxminan 600 ta, 700 ta bemor qabul qilsam, bu bemorlarni ko'pincha tashqi ko'rinishdan emas, diagnozidan yoki qanaqadir bir hodisa, ular bilan bog'liq hodisa yoki boshqacha tashxis bo'lsa juda ham esimda qoladi va u e'tibor berganman, bemorlarni familiyasi esimda juda ham ko'p qoladi. Va baribir 70% bemor esimizda qolishi mumkin. 30% bemor bitta kelib ketgan bemorni eslab qolish qiyin. Endi o'zingizlar o'ylanglar, kuniga oyga shuncha bemor qabul qilgandan keyin ularni hammasini eslab qolish umuman imkoniyati yo'q. Lekin anketani tashlashganda har doim bo'ldi, bu bemor mana bu tashxis bilan keldi deyman. Mani esladingizmi deysa bilmayman, chunki bilasizlar, faqat homiladorlik masalasida emas, homilador bo'lib yurgan, tug'ruqqa kelgan, operatsiya bo'lgan bemorlarimiz ham bor. Shuning uchun anketdan ko'rib eslaymiz baribir.